Assalomu alaykum hurmatli Begums Deno Chuyanch kanalining obunachilari. Assalomu alaykum hurmatli YouTube ahli. Mana bugun 2025-yilning 6-aprel sanasi. Bugun kartochkamiz to'g'risida ham kichkinagina bir obzor qilaylik dedik. Mana sizlarga mana shu yerda 6 sotlik yerga biz kartochka ekkanmiz. Bu kartochkani navi Kolumba degan kartochka navi ekan. Buni biz yanvarning 20-yillarida ekkan edik. Bir oygina buni ustidan klyanka yopdik. Fevraldan martgacha ochib tashladik. Chunki ertachiroq chiqsa, bu yerdan chiqqandan keyin har yili qor, sovlar bo'layapti, sovurib tashlash mumkin. Biz ataylab kechroq va qisqa vaqtda yerdan o'nib chiqish uchun yordam bersin degan ma'noda klyanka bilan ustini yopib qo'ydikda, keyin ochdik. Mana hozirgi holati ancha yaxshi. Xo'sh, bunga asosan Begumsda ekilgan sotigiga 2 kilo azot, 2 kilo fosfor, 2 kilo karbamid va 2 kilo sulfat ammonium berganmiz. Ikkinchi chobig'ida bu. Mana shu bir marta berdik, chunki yerda ko'plar mana shunday selitra dorilarni ko'p berish natijasida yer sho'rlanib ketadi. Kartoshkani tarkibida ham nitrat moddalar, zararli moddalar ko'payib ketadi. Shuning uchun mana bu kamroq oziq-ovqatdan asosan Begumsda berishimizdan maqsad sifatlik, hosildorlik juda baland. Bu kartochkani navini tanlaganimizning sababi ham bu 75 kunda pishadigan. Arizona, boshqa nomli kartochkalar ham bor. Ular 90 kun, 120 kunda uzoq vaqtda pishadi. Biz yerdan unumli foydalanish uchun mana shu navini tanladik. Xo'sh, buni endi 25-aprellarda kavlash niyatimiz bor. Ancha yerlar yorilib boshlagan. Bu degani hosil уже harakatlanib boshladi. Buguncha mana shu qisqacha videoni sizlarga ulashish maqsadida qilyapmiz. Like va obuna bo'lishni eslaringizdan chiqmasin. Boshqa kishilarga ham foydali maslahatimiz tekkan bo'lsa, biz shunchalik xursand bo'lardik. Mana bu yog'i qulpinoy, ochiq daladagi qulpinoylarimiz. Bular ham yaxshi natija beryapti. Ularda ham hosildorligi baland. Qizarib boshlabdi-ku. Mana hosildorliklari juda bir yaxshi. Ajoyib. E'tiborlaring uchun rahmat. Yanagi videoda ko'rishgungacha qisqacha videomiz shu.